Akalar, assalomu alaykum. Buni kuru bo'lib turishini ko'rmaysizlarmi? Kamiga yashil rangini yonib turishini ko'rmaysizlarmi? Bejivisiga alohida respekt akalarim. Orqalarini ko'rasizlar. Buni men 60 FPS da olmayapman. Nimaga 100 da olmayman. 100 da ham ko'rsatib bera olmayapti go'zalligini. Go'zalligini 100 ko'rsatib bera olmayapti. Kelib ko'rishinglar kerak buni akalarim. Murojaat qilinglar, aka. Kelishingiz ham shart emas yetgancha. Shuni solamiz, jo'natib yuboramiz. Yandexdan g'izzetib uyingizga boradi yoki o'zimiz mashinalarimiz olib borib uyingizga borib ustunovka qilib beradi. Akalarim, yaxshi narsa tanlaylar. Yaxshisini Xudo xolisa maza qilib duo qilib ishlatadiganlarni tanlaylar akalarim. Stol o'zimiz ishlab chiqaramiz. Katta fabrika ishlab chiqarish bizada. Lekin sexdan sotishimiz juda ham kam. Ya'ni qo'shnilarga, qarindoshlarga sotmasak, sexdan sotmaymiz akalar. Akalar, lekin kelib ko'rib, sifatini ko'rmoqchi bo'lsanglar, showroomlar qilib qo'yganmiz akalarim. Qaysi rayonda bo'lsanglar, o'sha rayondan joylar qilib qo'yganmiz. Akalar, murojaat qilinglar, shunaqa yaxshi, zo'r, sifatli, sochli ranglardan qilingan stollar bizdan ishlab chiqariladi.